Bo'g'zimda bir yig'i ismingni aytsam, muhabbat shunchalar achchiq azobmi? Dunyoda sevmasdan yurganlar hakam, sevganlarning holi mendek xarobmi? Bo'g'zimda bir yig'i ismingni aytsam, muhabbat shunchalar achchiq azobmi? Dunyoda sevmasdan yurganlar hakam, sevganlarning holi mendek xarobmi? Sarobga aylandi sonlar kechagi, nahotki bugun biz hijronni ermagi? Sen menga keraksan, men kimning keragi? Sog'insam ayt seni qaylardan izlayin? Sarobga aylandi sonlar kechagi, nahotki bugun biz hijronni ermagi? Sen menga keraksan, men kimning keragi? Sog'insam ayt seni qaylardan izlayin? Nigohing armon bo'ldi, oq taqdirning yo'lida ayrilmoq oson bo'ldi. Ismingni aytsa tilim, hasratda yonar dilim. Men sendan ayrilay deb sevmagandim ay gulim. Sarobga aylandi sonlar kechagi, nahotki bugun biz hijronni ermagi? Sen menga keraksan, men kimning keragi? Sog'insam ayt seni qaylardan izlayin? Sarobga aylandi sonlar kechagi, nahotki bugun biz hijronni ermagi? Sen menga keraksan, men kimning keragi? Sog'insam ayt seni qaylardan izlayin? Didor kechalar, yoshim tomchilar, og'ir bunchalar sensizlik. Sog'inchlarda azob bergan payt, qiynamasmi ayt mensizlik. Sarobga aylandi sonlar kechagi, nahotki bugun biz hijronni ermagi? Sen menga keraksan, men kimning keragi? Sog'insam ayt seni qaylardan izlayin? Sarobga aylandi sonlar kechagi, nahotki bugun biz hijronni ermagi? Sen menga keraksan, men kimning keragi? Sog'insam ayt seni qaylardan izlayin? Zo'r TV telekanalidan izlaysiz. Xuddi bizning teletomoshabinlar kabi. Assalomu alaykum barchaga efirda ertalabdan salom ko'rsatuvi doimgidek sizlarga yaxshi kayfiyat ulashishni boshlaydi va o'ylaymizki, biz sizga tayyorlab qo'ygan tuhfalarimiz, sahifalarimiz sizga manzur keladi. Bugun 17-yanvar sanasi, haftaning esa murodbaxsh chorshanba kuni barchamizga muborak bo'lsin. Biz